Bu Xitoylar yomonda baribir. Shunaqa texnologiya o'ylashibdi. Bu insonni o'ylaydigan davlatda bu. Mana buni qarang. Bular jinni deyman-ku. Mana bu yuk, 20 kiloli yuk, lekin meni belimda shunaqa apparat bor. Mana bu 20 kiloli yukni 10%ni meni qo'lim his qiladi xolos. Ya'ni meni kuchim ketadi xolos. Qolgan 90%ni mana shu apparat yordamida bemalol ko'taraman. Bu usta akalar uchun, zinaga chiqib yuk tashiydigan akalar uchun shunaqa narsa o'ylab topishibdi. 500 marta o'tirib tura olaman. 500 marta o'tirib tura olaman. 20 kiloli yuk bilan. Nafaqat 20 kiloli, balki 50 kilo, 100 kiloli yuklarda naqd 10%, 20%ni his qiladi xolos qo'lingiz, ya'ni badaningiz. Qo'lingizda turganligi uchun. Lekin qolgan hammasini mana shu apparat yordamida bemalol ko'tarishingiz mumkin. Va yosh katta odamlar uchun mabodo birorta narsani ko'tarib uyda qiynaladigan bo'lsa, aynan mana shu apparat yordamida umuman qiynalmaydi va yurishda har tomonlama qulay, mana oyoqni o'zi ko'tarib beradi. Yosh kattalar uchun, mana sizdan suvaklari yemirilgan odamlar uchun ayni muddao mana shu apparat. Ko'rishingiz mumkin, hozir aynan Xitoyda turibdi. Citrans Logistika kompaniyasi orqali butun dunyoga dastavka qilishingiz bo'ladi. Nafaqat bu apparat, balki Xitoydagi mabodo qanaqadir yukingiz bo'lsa, Citrans Logistika kompaniyasi xohlasangiz O'zbekistonga yuborasiz yuklaringizni, tovarlaringizni, xohlasangiz Amerikaga yuborasiz. Akalar, yosh katta odamlar bo'lsa, shularga tashlab qo'yasizlar, mabodo qiziqqan odamlar bo'lsa.